hech kim rasmiy e'lon qilinmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkidan yoki biron bir huquqidan mahrum etilishi mumkin emas. Hech kim ayni bir jinoyat uchun takroran hukm qilinishi mumkin emas. O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, ijtimoiy va huquqiy davlat. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlangan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi, madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa egadirlar. Davlat xizmatini o'tash bilan bog'liq cheklovlar qonun bilan belgilanadi. Insoniy huquq va erkinliklarni ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquq va erkinliklarini ta'minlaydi. Fuqarolar o'z ijtimoiy faolliklarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga ega. Hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazaridan bunday tadbirlarni to'xtatish yoki cheklash huquqiga ega. Aziz yurtdoshlar, barchangizni Konstitutsiyamizning 33 yilligi bilan tabriklayman. Davlatimiz qonunlari doimo mustahkam bo'lsin. 8-dekabr butun o'zbek xalqiga muborak bo'lsin. Tabriklayman jamoamizni, yoshlarni. Shu konstitutsiya doim bizni, yurtimizni, qonunlarni barqaror qilib, tinch hayotimiz, farovon hayotimiz bardavom bo'lsin. Qonun har qanday huquqiy davlatning asosiy quroli, so'zi, kuchi hamdir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1992-yilda qabul qilingan. Bugun esa Konstitutsiyamiz qabul qilinganligiga 33 yillik arafasida turibmiz. Shu munosabat bilan barcha yurtdoshlarimizni, ayniqsa universitetimiz rahbariyatini va talabalarni Konstitutsiya bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Buxoro Innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti barcha talabalarini, ishchi xodimlarini, professor o'qituvchilarini va barcha xalqimizni Konstitutsiyamizning 33 yilligi bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Sizlarga tinchlik, baxt, farovonlik va kuchli davlatimizga sadoqat tilayman.